Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sog'lari yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat. Ism familiyangiz nima? Turayev Ilyor Tuychevich. Turchiyevich aka. Operatsiya bo'lgansiz-a? Ha, yaqinda operatsiya bo'ldik. Shu yilmi? Ha, mana shu yil operatsiyamiz mana shu Hindistondagi Fortis klinikasida bo'ldi. Adashmasam 4,5 mingtami shu operatsiya bo'lgan uylik janoblari o'zi qildi. Akam operatsiya bo'ldik. Men donorman. Mana meni holatim. Aditya juda ham katta yordam qildi. Bizda mana Alloh yo'lida ehson gruppam bor-da. Ehson gruppamda 20 ming, 35 ming, 17 ming, shu 20 mingdan kam bo'lmayapti. Yig'ilib ehson yig'ib beryapman. Alloh taolo shu sababchi qilganiga shukr. Bizning natijalar bo'lyapti. Hozir Qarshida Isomiddin akamiz operatsiya jarayonidan o'tdi. Buyuk janoblar o'zi qildi. Yana bitta juda chiroyli bir natijamiz bor. Hamma ko'rib xursand bo'ldi uni. 5 oylik ona qizimiz Samira qizimiz. Shu Samira qizimizni ko'rsatsam. Bu holatlari zo'r mana bizni mana shu o'zi umuman o'ylab aytganda buyuk janoblarni yutug'i bu. Men akamni mana shu qancha bemorlarimiz hammasini shu yangi hayotga qaytarayotgan mana shu doktorimizni Alloh taolo shu umrini uzoq qilsin. Baxtimizga sog' bo'lsin, hech kim kasal bo'lmasin. Bizning ehson gruppamizni natijasi mana Bishaylik Samira qizimiz. Shu baxtimizga shu doktorlarimiz sog' bo'lsin. Hech kim kasal bo'lmasin. Shuncha yordam bergan odamlar hammasiga. Albatta ehson qilganlarga hammasiga Alloh taolo qabul bo'lsin. Albatta ehson qilganlarga qabul qilsin. Sizlarga ham rahmat. Rahmat. Juda xursand bo'ldim. Eshitib ko'rib. Juda xursandman. Ilohim Allohim sizga shunaqa yaxshiliklar qilishda hech qanaqasini to'xtatmasin, kuch-quvvat bersin. Rahmat Samira qizimiz ham katta bo'lsin. Shunday bo'lsin. Sog'lomgina mana endi. Shunday mana sog'lomgina ona qiz bo'ladi xudo xolasa katta. Mana xudo xolasa mana natijalar ko'rsatib qilgan yaxshiliklarni mana rezultatlari. Albatta natijasi. Chunki baribir natijani ko'rsatib borishimiz kerak. Bu albatta Vivek Vijjanovlarning natijasi. Vivek zo'r, Fortis zo'r, Noida Shiknon zo'r. Rahmat.